Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh obunachilarim. Yo'lda ketayotib shu ozgina chiroyligina go'zalginagina огородchaga ko'zim tushib qoldi. Biram bahri dilim ochilib shu joyda ozgina o'tirdim. Ruxsat so'rab albatta. Keyin shuni bir videoga olgim keldi. Gullarda qaranglar. Odamlarda sotiqlari, gektarlari yotadi rosa. Bir mahallar ishxonadan o'shalarda огородlarini tozalagan olib borgan edi bizni. Ozginagina joyida bu qalampir ekan. Qilganini qaranglar, hosilni. Gullarini qarang. Oho, qalampirlarda qarang, mana rosa bo'pti. Opani o'zlari hosillarni yig'ishtiryaptilar. Pomidor. Juda pishibdi pomidori. Rosa havas qildim. Bu etajda o'tiradiganlar o'ylamanglar, etajda faqat yeb ichib o'tirishadi deb. Etajda ham shunday insonlar borki, go'zal qilib bahri dilingizni ochadigan narsalarni yaratib qo'yishadi. Bu qo'l mehnati albatta. Opani tanimayman, bilmayman. Shunchaki o'tirdim. Bu yerda chiqib nonni maydalab, Maynajonni chaqiruvdi. Maynajon kelib nonlarni olib ketdi. Tuvakda gullar ekan, opa juda qiziqar ekanlar. O'tganda bu tomonga o'tganimda shunchaki ko'rib havas qilib o'tib ketgan edim. Shoshilayotgandim. Keyingi safar kelganda albatta o'tirib tomosha qilib ketaman degan niyatni tugib qo'ygan edim. Unda bir rayhonlar. Juda go'zal. Hattoki tuvakdagi gullari ham menga qara deb turibdi. Juda go'zal. Kelib bir ko'rib ketadigan. Bu o'zimizni qaysi mahalla edi? Bu yerda binokormidi opa? Hamkorlik. Hamkorlik mahalla fuqarolar yig'inida opa yashar ekanlar. Opa, yoshingiz nechida? Sir bo'lmasa agar albatta. Yoshingiz nechida agar sir bo'lmasa? 70 yoshni qarshilagan opamni огородchalari. Agar gektarni berib qo'ysa, opam hali aytadi, yerni jigarini sug'urib oladi deydi-yu. Shunaqa qilib rosa mehnat